Ota, birdan Sergili moshin bozoriga borsak bo'laychi-ku. Ruxsat soqir bolam. Necha yil mol bozorda yurding? Molda yurdingmi? A bitta avtosalondan mashina olsang nima qildi? Qara. Bu yerda chevalaringni unut. Qishloqdanligini bilmasam, faqat Toshkentcha gapir, tushundingmi? Ota. Sen onangni men qo'shing kim terdi sana? Ya o'zi shunaqa, ota. Sen chiqib Toshkentga kelib o'zgarmagan bo'lsang bo'ldi-da. Termadingmi ish qilib? Yo, kel mashinani ko'raylik. Yo, o'zi ochilaygan ota. Kim ochdi eshikni? Kim ochdi eshikni? Men tushunmadim aka, men eshikni kim o'zidan o'zi ochyapti? Assalomu alaykum. DMZ avtosaloni mehmonlarni hurmat qiladi. Bizda eshiklar o'zi ochiladi, o'zi yopiladi. Bu mo'jizami? Bu jo'rakana bu qayoqdagi akajon bu Italiyami? Ha, bildirib qo'yapmiz-ku, Toshkentcha gapiraylik. Bildirib qo'yamiz. Nima deyapsiz aka? Bunaqa eshiklar biz uchun xunday. Ana bu uyimizda molxonamizga ham shunaqa eshik qo'yganmiz, qo'yxonamizga ham qo'yganmiz. Bizga bitta zo'r mashincha ko'rsatib yuboring. Alloh qo'yli, aka. Aka, bizda xohlagan turdagi mashinalar bor. Agar xohlasangiz Tracker, boshlang'ich to'lov 10%, 25 million to'laysiz, qolganini 4 yil davomida to'lab borasiz kreditga. Ya musafa qilincha bacham, bu akalaring qara nima debdi? 4 yilga bizga kreditga traktor bermoqchi. Traktor emas, Tracker. Viloyatdan kelganmiz, bildirib qo'yapsiz. Aman bilabman, mana temadaman. Rosta bu traktorchani uyga olib boraylik, traktor qilib ishlatamiz. Addu! To'riq bir ko'zga ko'rinma, sen qo'shingni qara. Va xalajamdan keyin gaplashaman. Aka, xohlasangiz elektromobillarni ham kreditga berishimiz mumkin. Beryapman. Ya bu nima qilyapti? Aka, mashina sizga moslashni o'rganyapti. Menga o'rganmasin, biron kun tashlab ketaman, qiynalib yuradi. Sen ana Zulfiyaga o'xshab. Zulfiyani tashlab ketsam, Eng qizig'ini aytaymi? Eng qizig'i bu tokda yuradi. Ata, o'zi. sen olovza deysan, uyda svet yo'q. Televizor ko'rgani. Buni qanday zaryadga qo'yamiz? Xullas, DMZ avtosaloni istagan mashinangizni bitta pasport evaziga kreditga olib beradi. Aka, xohlaysizmi? Ko'chada любой mashinani toping, birga savdolashib kreditga olib beramiz. Seriozmi? Davay olamiz. Bo'pti. Lekin sizga bitta savolim bor-da, aka. Boyatdan beri o'g'lim deyapsiz, bular sap-sariqsiz, qop-qora hech o'xshamayapti-da. Qarachi. Yig'laysizmi? Men rostdan men Murod qassobga o'xshayapti qo'shnimga. Men 3 yil Rossiyaga ketgandim-da. Sen qo'shningga ham bekorga terma, bir xil ikkalasi. 10 mingtalikning ichida 10 ta mingtalik bo'ladi, 5 mingtalikda 5 ta mingtalik, mana mingtalik, mana mingtalik. Xullas pulim ko'p. Dada, biz qildik. Hamma narsa bor. Kartoshka oldingmi? Ne bralo. Yog' oldingmi? Ne bralo. Qachon ne bralo? Nimaga ne bralo? Pul yetmadi, dada, mana. Qanday yetmaydi? Men senga qancha pul berganda? 50 mingtalik berdingiz, 5 mingtalik berdingiz. Qancha bo'ladi? Ikkita pul bo'ladi, dada. Ikkita pul. Savo. 50 mingga 5 mingni qo'sh qancha bo'ladi? Какой usta pul? 50 mingga 5 mingni qo'shing 57 ming bo'ladi-ku, savodsiz. 4 kira 8 nechi, Maksim? 43. 43? 5 kira 7 nechi? 68. Sen nima qilyapsan? Metal arifmetika bu, dada. Yoshlar menga arifmetik bir baloylaringni. O'z bilasizmi hisob kitobni? Bilaman, hisob kitobni bilmaganda senlar tug'ilmasding. 9 kira 8 nechi? Menga nima hisob kitob beryapsan? Sen savol berishga haqlimisan, yetimcha? Yetimcha demang dada. Nima biz o'gaymi? Muchakda. O'gay? Sen ikkalang bir-biringga o'gaysanlar. Menga o'gay emas. Ikkalang ham meni bolamsan. Ha, два мама, один папа, да? Что ли? Xullas, senlarning savodli bo'lishini xohlayman. Namanganda bitta yangi institut ochilgan. O'sha yerga senlarni o'qitaman. Dada, hayot bersa ta'lim ma kerak muallim. Shoircha, qisib, men aytganini qilasan, tushundingmi? Biznesmen bo'lasan. Agar biznesmen bo'lmasalaring, biznesingni chiqarib tashlayman. Yur bu yoqqa. Paydo. Ya, assalomu alaykum ukajonim. Assalomu alaykum aka. Xush kelibsiz. Ukajon, mana shu ikkita yetimchani savodli qildi. Universiteting haqida ma'lumot bera olasanmi? Ako, bizning universitet Namangan shahrida joylashgan. Bizning universitetni bitirganlar eng zo'r tadbirkor, eng zo'r biznesmen, eng zo'r buxgalterlar chiqadi. Mana Elon Musk ham sizlarda o'qib ketgan ekan-a? Albatta, ako. Hey, Elon Musk Namangandan ekan. Men bilmagan ekanman. Eng asosiysi, bizning diplom nafaqat O'zbekistonga, balki butun dunyoga o'tadi. Bu Elon Musk bekorga chet elga ketmagan ekanda, diplomi o'tganda.
Bilasizmi aka? Yana bir ma'lumot. Chet elda o'qigan hamyurtlarimiz bizni universitetga bemalol перевод qilib o'qisa ham bo'ladi. Maksim, скажи mama, перевод сделаем на Namangan. Puli qancha bo'ladi puli? Aka o'g'lim, bizda kontraktlar narxlari juda ham arzon. Pulidan muammo yo'q, pul moriya. Ana shu ikkita odam bo'lsa bo'ldi men uchun. Bo'ldi aka, odam qilamiz. Dada, Bolalarim, sizni sa'y-harakatlaringiz tufayli University of Business and Sky'da o'qib odam bo'ldik. Minnatdorchiligimiz bildiramiz sifatida mana shu testlarni qabul qiling dada. bosh. Mangami? Sizga Bolalarim, sizlarni yetim deb qo'yidim. Sizlardan faxrlanaman farzandlarim. Maksim, rahmat. ish qilib dadam o'zini nomiga kredit olganimiz bilmasin-da. Bilib qolsa. Shahlo, bugundan boshlab men sizni yigitingizman. Buni esingizdan chiqarmang hech qachon. Yigitingizman, tushundingizmi? Xo'p. Selim kechirasiz, soatingiz necha bo'ldi? Voy, nima deyapsiz? Men yigitim bor. Oyi, hadeb telefon qilavermang, ajdaniga tushyapsiz. Bugundan boshlab meni yigitim bor. Yaxshi qiz, yetib keldi, shetga tushasizmi? Menga gap otmang, meni yigitim bor. To'xtang, pulini to'lab keting. Aytyapman, siz yigitim bor deb. Marhamat, singlim. Rahmat. To'xtang, izdachsin beraman. Yozdachi kerak emas, chunki meni yigitim bor. Hammaga ayt yigiting borligini. Hamma bildi уже. Seni bir yigiting bo'lmasin ekan. Sen bilmadim, er-pering bo'lsam butun dunyoga aytasanmi deyman-da. Aka, bular kimingiz bo'ladi siz? Qizim bo'ladi, qizcham. Hammaga ayting, yoying, hamma eshitsin siz, ha? Chiqing tashqariga, ko'chaga ham ayting ularga. Aytaman ham. Qancha buni o'zida? Yordam qilinglar akalar, qiynalib qoldim. Aka, yordam qiling aka. Bundan yordam qiling, qiynalib qoldim aka. Rahmat aka, rahmat. İşlaringiz rivojini bersin. Ha. 1000 so'mini ol, 4000 dachisini ber. 5000 bersangiz nima qiladi aka? Yo'q, menga ham kerak. 4000 dachi ber. Hozir menga ham yo'q-da, ko'ryapsiz-ku, ish bo'lmayapti. Bo'lganmi odam o'zi bo'ladimi? Endi avvalo Xudo. Bo'lib qolsa men sizga beraman aka. Siz ketavering, men sizga jo'nataman. Bo'ldi, kutib o'tiraman unda. Bo'lsa berasan. Hop. Sağ qoldi. Aka, sizni vaqtingiz bo'lmasa ketavering. Pul bo'lsa men sizga paynet qilaman. Yo'q, menga payneting kerak emas. Hozir bo'lib qolar odam. Aka, sizni ham vaqtingizni olyapman. 5000 so'mlik duo qilaman. Siz keting. Menga 5000 so'mlik duo kerak emas, 1000 so'mlik duo qilib yetadi. 4000 ni ber. Akajon, yordam qiling. Rahmat aka. İşlaringiz rivojini bersin. Aka, topdim. 4000. Topdingmi? Topdim 4000. Bo'larkan-ku, bratishka. Молодец. Gaplashamiz. Aka, Assalomu alaykum. Yunusobod Mega Planet. Bo'pti, 6000. 4000 bo'lmaydimi? Yo'q, aka, 6000. Hozir 1 minut. Bratishka. aka, Ha 3000 ni ol, mana 5000 menga ber. ha. Voy, bilyat, nima bo'ldi hozir? Foyda qildimmi, ziyonmi? Padanlar, kuspurush. Allat ketdi-ku. Kechirasiz. Onam menga uylantirmoqchi bo'lgan qiz sizmi? Hamma Siz bilan ko'rishishim kerak edi. shunaqa bo'lsa kerak. O'tirsam maylimi? O'tiring. Qarang, siz kelgunizcha qornim ochib ketuvdi-da. Shunga narsa zakaz qilib yeb olgandim. Farosatingiz yo'q ekan-a? Hech narsa. Ofisiant? Qarang, u bu joyda ishlaysizmi? Ha, ishlayman. O'qituvchiman maktabda. Oylik qancha? 2 million. Kam emasmi?
hozircha o'zimga yetadi. Qarang, men kasal bo'lib yotib qolsam, meni boqa olasizmi? Xudo ko'rsatmasin, lekin erim bo'lgandan keyin boqaman-da. Nima balo? Molmisiz? Nima yegansiz? Shunaqa yemaydi, molda yeyapsiz-ku. Men bitta salat yedim, siz ertaga meni umrimni yeysizmi? Nima balo? Shunaqa yemaydimi? Siz u yoq bu yog'iga qaramaysizmi? Men o'zimnikini to'layman, sizniki to'lamayman. O'zingiz to'lang, menga. Men sizniki to'lamayman. Kechirasiz, ismingiz nima edi? Paskuda. Nima? Paskuda meni ismim. Qarang, men uchun pulingiz bormi? Ha, bor. Nimaga? Tualetga kirib chiqay, pul yo'q ekanda. To'xtang. Tashlab ketmaysizmi? Voy, esim qursin. 90lik yozing. 123. Menga nomeringiz kerak emas. Ha? Yo'lkirani tashlab keting. Nomeringizni boshimga uramanmi? Bering pulni. May gaday. Ey, служба. Nimalar qilib qo'ydim? Ahmoqlik qildim, shoshib qoldim. Endi nima qilaman? Yo'q. Shoshma. Men ahmoqni kechiring. Men nodonlik qilib qo'ydim. Men shoshib qoldim. Men bilmagandim bunday bo'lishini. Meni kechiring. Nima bo'ldi? Bilet berish esimdan chiqdi-ku. Amma bilmaganman-da. Siz tushib ketganingizdan keyin shoshib qoldim. Kechiring meni, ha? Men ketdim. Nima bo'lganda-ya? Mard yigit ekan lekin. Rahmat. Shepim, o'zimiz Shepim. Xullas sen ikkalang meni eng ishongan laganchalarimsiz. Men shu darajaga yetishimga bir inson sababchi bo'lgan. Uni ismi Sobir edi. Xullas niyat qilganman. Agar bir kun men ham kuchayib ketadigan bo'lsam, shu birinchi yo'limdan chiqqan Sobir ismli yigitga mana shu Lexus'ni podarka qilaman deb niyat qilganman. Sobir? Shepim, men Sobir-ku. Men Sobirman, Shepim. Sen Bobursan-ku, lagancha? Yo'q, men yoshligimda Sobir bo'lganman, metrikada. Keyin ayam ana Bobur shoh bor-ku, Bobur shoh. Bobo. Ha, Bobur. O'sha nomini qo'yganlar menga pasportda. Men asli Sobirman. Sobirjon. Bo'ldi, esladim. Bu Sobir emasdi, uning ismi Akobir edi. Shu Akobir ismli kimdir chiqsa beraverdim bugun. Bugun beraverdim. Manam Akobir-ku. Men Akobir-ku. Dadang nima derdi? Mana Akobirim derdi. Akobirjon. Men Akobirman, Shepim. Prosta Ako, Bobur, ana uzun bo'lib ketadi, shunga Bobur deb qisqartirgan. Men Akobir. Bo'ldi. Esladim. Uning ismi Akobir emasdi. Jinidan ketardi. Jobir edi, Jobir. Man Jobir, Shepim. Jobirjon. Men dadam ikkita beni ayta olmasdilar. Keyin jeni zo'r aytardilar. Jon bolam dermidi? Janobim dermidi? Sani nima derdi? Jumboshim dermidi? Jingalagi derdi. Dadam shuning uchun meni Jobirim derdi. Yo'q, shoshma. U Jobir emasdi u. Shu jinidan kelardi-da. Shepim. Nima ismim? Cho'zildingiz? Dangal ayting. Nima ismi? Esladim, u ayol kishi edi, Jamila edi. Man Jamilaman? Mani nima deyishardi? Salonda qaroq derdi. Bu farangiz. Sana farangiz derdi. Men uyalmayman. Jamila deng, ha deyman. Erkakman. Ya
Assalomu alaykum, quda. Assalomu alaykum. Duvormoqchi edim, jetkim kelmayapti. Mayli, va alaykum assalom. Qoraytirib olibsiz-da mashinani. Assalomu alaykum xudo xola. Xo'jayi, yaxshi borib keling. Nima deyapsiz? Bu meni qizim. Zebo? Qanaqa Zebo? Munisa-ku. Munisa edi aytgancha, kelin adesi. Men qarang, ana Xusori ikkita qo'yim bor. Hech semirtira olmasdan o'lyapman. Nima berib? 3 oyda shunaqa semirib ketdimi? Kasal bo'lib qoldim. Yo, ko'l qildingizmi? Menga qarang, kuyov qani u arazlab ketib yoribdi-ku. To'xtang. Bu kuyov emas. Bu boshqa bitgan g'urbat. Arazlab ketib yoribdi uydan. Bunaqa sharbi, anaqa qiz bilan araz deydi odam. Keling, yumalab kelib qolarsizlar. Tavba qildim. Yo. Yuyla, ichkariga. Qudalar. Kelin, siqdingizmi eshikdan? Hozir mana Oyjamolni chaqiramiz. O'g'lim, past, anaqa, pastku nima? To'sh pastga. Labbay dadajon. Mana kelishdi. Sizni otachoningiz va haligi operativ nima deydi? Xotiningiz. Dadajon, men bormayman bularnikiga qaytib. Nega kelishdi? Ko'rgani ko'zim yo'q bularni. Ket. Semiz. Kudati, ну sinov. Yuring gaplashib olaylik. O'tiringlar. Kelin sekinroq o'tiring. Bu stulni sizni uyingizdan ham qimmatroq turadi. Kelin, ishtovali qimmat ishtovali. Sekinroq o'tiring dedim sizga. Mayli, o'g'lim. Yonimda. Menga qara. Dada, men bormayman. Nega? Men bularning uyiga bormayman. Nima uchun? Anu dadam menga gelik bermadi, velik ham olib bermadi. Endi unaqa bo'lmaydi. Xudo. Xatab samakat olib bering, samakat. Olib beraman, kuyov, olib beraman. O'g'lim, unaqa qilmasan, unaqa qilma. Sen past ketma, hech qachon. Agar birov bir narsa olib bermasa, olib bermadi bizga deb minnat qilma bo'ladi. Tushundingmi? Ha. Xudo, bu sizlarda ham kibeli idishlari bormi? Kibelli idishlarni faqat bizda bor yurumimiz. Albatta bizda ham bor. O'zi aslida Kibillaxon o'zi bizani xolamni qizi bo'ladi. Ammam bo'ladi. Ha, bizdan katta bo'lgan. Xullas o'zicha yoqqa borib Kibelli bo'lganda. Bu idishlarni sizga kim bergan? Mana bunisini. Mana xotinimning dadasi. Ya'ni qaynatam sovg'a qilgan. Bunisini qaynaqalarim. Ikkitasi qaynaqam bor. Qolgani jiyanlar, ana mana kichkina kelin padarga qilgan. Ko'rdingizmi? Ana xullas, men nima demoqchiman? Kibelli yopish bo'ladi. Men dadam ham ichkiyov. Nima qildi? Men bundan uyalmayman, men bundan faxrlanaman. Chunki sening bobang kim bo'lgan? Ichkiyov. Bobangmi bas? Ichkiyov. Shuning uchun bizning bobolarimiz aytganki, uy qurma, faqat xotinnikida yasha deyishgan. Tushundingmi? Xotinnikida yegin deyishgan. Kiyimiga javob bersin degan. Erkak kishi nima uchun tug'ilgan? Yashash uchun. Men faxrlanaman oilamda. To'ppa-to'g'ri. Shuning uchun ta'kidlamay qarang, boshqa ortmang. Men xudo. Agar yashayman desanglar yashayver. Agar yo'q desanglarchi, ana darvozani pulti bor, ochib qo'yaman, keyin chiqib ketaveringlar. Yo'q, ming bor uzr. Bizda o'tdik. Kechiring. Agar kuyov uyga qaytsangiz, bilasizmi? O'rikzordagi 28 ta do'konimni, 2 ta avtosalonimni, xullas hamma biznesimni kuyovimning nomiga o'tkazaman. Dadajon, sharofatingni. Lipoy odam dada bo'lib ketaveradimi? Yo'q, uzr dada. Ko'chadagi lipoy odam, Asalomkadagi lipoy odam dada bo'lib ketaveradimi? Yo'q. Men kimman? Men ko'rsamak. Yemek yedirdim, ichmay ichirdim. Kiymay kiydirdim-ku. Chekmay chekirdingiz. Bola, dada deydi. Sen dada emassan, o'chara hojingni. Tushundingmi? Bugundan e'tiboran bu inson senga emas. Menga dada bo'ladi. To'g'rimi dadajon? Yana qizik nimadir beraman dedingiz-ku dada. Esni tushunmasdan qoldim. Ha, xotin, mana ishdan chiqdim. Birga ujin qilamiz. Uyga boraman hozir, ha. Bobur aka, Hop. bugun birga o'sha qilaylik. Nima deyapsiz? Jinimiz chaqlar. Ammo uylanganman. Bobur aka. Yuring. Nima qilyapsiz? Yedirib qo'ymoqchiman. Tentaymiz chaqlar, meni xotinim bor. Bobur aka. Sovqotib ketdim. Men nima qilay? Ha, isitib qo'ying. Unaqa qilmas, quchoqlang.
Shahlo mani xotinim bor. Bobur aka. Bo'pti Shahlo, mana uyingizga ham keldik. Men ketdim. Yaxshi dam oling. To'xtang. Uyimga kiring, issiq kofe damlab beraman. Ya siz tushunmayapsizmi? Mani xotinim bor, uylanganman. Xotinim kutyapti uyda, yo. Uni tushundim, Bobur aka. Yur, bunasi mehmon. To'xta. Nima qilay xotin? Ayt, nima qilay? 3 marta yo'q dedim, xotinim bor dedim. Tushunmayapti. Qandoq chiday? Ayt, qandoq chiday?